Hammaga assalomu alaykum. Bugun yana video olamiz va sizlarga bir narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu normal narsa ekan. Mana bu yerda o'tasizlar va mana shu bo'limni mana shuni bosasiz va 3 ta o'yin chiqadi. Shuni barchasini shartlarini bajarib chiqib o'ynab chiqasiz. O'zi 4 ta, 2 ta o'yin, 2 ta shart. Shuni o'ynab chiqasiz va pastroqida mana shu yerlarda keyin o'ynab bo'lgandan keyin mana shu narsa yonadi. Mana shuni bosasiz va keyingisiga o'tasiz va 3 marta o'ynab chiqasiz. 3 ta draft beradi jami. Va mana bu yerda star passni ham ko'tarib ola olasiz. Star passni ko'tarib olasiz va mana bu yerda 1000 ta olmos va bir nechta narsalarga borsangiz 2 ta draft beradi. Va bu yerdan so'ng xo'sh, mana buni admin qilib, mana bu yerda mana bunday narsalardan mana bularni o'ylab chiqsangiz mana shuni tokenini berib boraveradi va bu yerdan admindan o'tasiz va mana bu yerda Jardinioni 116 kartasini olishingiz mumkin. Statistikasi yaxshi, endi password bo'lsangiz yoki shartga ketaveradi. Mana bu uchun masalan 200 ta token kerak ekan, buni olaman va exchange ga berib yuboraman. Qizig'i yo'q menga. Va bu yerdan chiqsak va endi draftlarga o'tamiz. Bu yerda har doimgidek keyingi kun kelishini kutib o'tiribman. Garantni ochmoqchi emasman. Va bu yerda 2 ta paket ochamiz va keyingisini garant, ya'ni boshqa normal keskisi ochaman va uni pauzaga qo'yib turaman. Mana yurdi nihoyat yana Portugaliya. Simi Portugaliya durang o'ynab qo'ydi boyagi o'yinda Kongoga qarshi shunaqa. Yana bitta yurib ber. Voy, yur iltimos. Yurmadi mayli. Mana uni ochsammikin deb keyin xohlagan paytim ochib bilmay qolishim ham mumkin, shuning uchun ochmayman. O'zi yangilanish tez orada keladi, 13 soatdan keyin. 13 da 37 soat, o'zi 2 kun kutsam 100% o'zgaradi. Mana bular ham. Men buni 2 kun kutaman tamom va uzoq bo'lsa bugun payshanba, oltin masalan shanba kuni ochaman va shanba kuni videoni chiqaraman. Xo'sh, endi sizlarga yana ko'rsatib o'tadigan narsam mana bu ko'rsak. Iltimos like bilan obuna bosib qo'ying. 50 ta bo'laylik, iltimos. Stream yoqishni boshlayman, anchagina ko'payishak. Shuning uchun like bilan obuna bosib podeshka qilib tursangizlar video tez chiqadi va kontentlarni yanada yaxshilashadi. Sizga kim tushganda kommentariyada yozib qoldiring. Mana buni bosasiz ekan va mana buni tanlab boraverar ekansiz. Nimaga menga o'zgarib qoldi bilmadim. Mana buni oluvdim. Shunaqa qilib 111 plus 115 gacha yoki 115 ni mana bunday ekan. 115 olamiz. Endi shartlarimni ko'rib olay. Hamda u videoda bitta garantni ochaman va shartga qaysi futbolchini olganimni chiqaraman. Bizga hozir 100 ta olsak, bizda 70 ta futbolchimiz bor ekan. 18150 ta, 21000 ta, 2500 ta, 2000 tadan oshib qolarmi? Ancha oladigan futbolchimiz. Ulam Tupmay yoki Ryan Cherki yoki da
Kylian Mbappemi, Mbappe yaxshiroqmi yoki Cherkimi? Bilmadim. Messini olsam bo'ladi, lekin tik-taka ekanda buning asosiy narsasi bo'lmaydi-da. Xo'sh, bizga yanada yoqadigan futbolchim bu yerda Musiala bor ekan. Yo'q, bo'lmaydi. Lamine Yamal juda ham qimmat ekan. Bu ham baribir Cherkini o'ynab qoladi, faqat tezlik kuchliroq o'xshaydi driblingda. Cherki pastda, Cherki nimasi narigidek pas berish qobiliyati bo'lganda olardim. Mana Cherki 151, unda 149mi shunaqa. Har tomonlama Cherki zo'r. Faqat yana mana shu tezlikda qolishadi, lekin men uni kam o'ynadaman. Shuning uchun olyapman. Juda ham zo'r o'yinchi. Turqi ham zo'r. Hazil. Bo'ldi, menga kerak emas bu yo'qi. Xo'sh, yana bir necha soniyalar siz uchun. Va nihoyat bana 22 mingta shardiz to'pladim va Cherkini olishga qaror qildim desam yo'q, adashaman va bu yerdan Del Piero zo'r ekan, juda ham zo'r. Shuning uchun mana uni sotib olamiz va İtalya. Tamam. Icon. Juda ham zo'r futbolchi. O'ta ham kuchli. Statlarni ko'rsataman sizlarga. 22 mingta bile. Ketdi mana 22 mingta. Kim o'rnini qo'yib tursak ekan. Full qilamiz buni. Ularga o'tirmasam bu xo'sh, bunga va shootingga, dribbling, passmi, physical. Physicalni ko'rib olib keyin berib boramiz. Menimcha mana shu Fini bormidi bilmadim. Fini de bor edi transferni. Keyin ahmoqda bor edi. Eng kichik o'g'ildagi pastda menimcha. Mana bo'ldi. Menimcha to'xtab turing qani. Shooting, physical beramiz. Endi to'xtaydi. 100 talik hamma narsada kuch.
Bitta draftim bor, почти bitta draft olishdan bo'ladi. To'xtanglar. Menimcha yana draft ochamizmi deb o'ylayapman. O'shanda sizlar uchun bitta ochib qo'yamiz. Ketdi. Voy yurib ber. Xo'sh. Video o'z yakuniga yetdi. Hammaga ertaga grantni ochaman va shuni ham videoga olaman. Qisqa tanaffus hozircha. Endi grantni ochamiz. Tak ketdik. Mana bitta box kelibdi. 5 ta drop. Ko'rdingizlar, 5 ta drop tushdi. Va ikkinchisi vashi zo'r. Endi juda ham zo'r karta bo'lib kelibdi. Va ikkinchisidan 300 ta yaxshi. Muhimi zo'r sovg'alar tushdi, yomon emas. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak. Bu o'ynab bilmaydi-da. Kanga yossimiga qo'yib yuboramiz. Ketdi. Billa. Qat qo'ldi. 100 tam yurdi. 100 yurdi. Isak iltimos. Isak. Yes, Isak. Bitta rasmga olay. Isak yaxshi. 5 ta draftimiz bor. Yo'q o'tsak. Bu yoqdan bir nechta kerakli odamlar bor. Bo'ldi, omadim shyatdim. Garant omadim juda ham keldi. Mana shu yerda obuna bo'lib, Telegram kanalga o'tib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Bugun juda ham omadli kunim. Yur. Mana hech yurmayapti. To'g'riladi mana shu yerda. Voy, mana buni bitta. Yurma. 1 daqiqa. Andersonning yashiga o'tib ko'ramiz. Tushib bersa juda ham zo'r bo'ladi. Juda zo'r futbolchida. Xo'sh. Isakni kuchaytiramiz hozir. Isak juda ham zo'r o'ynaydi. Menga yoqadi. Davay. Biron narsa ber, fisi. Oldi yurkisiga. To'xtab turinglar. Aman. Yurdi menimcha. Yurdi davay. Angliya. TB King dedim. Yaxshi. Endi Mamatga o'tadigan bo'lsak, qatib yotibdi mana bu. Isak 5 ga 5 oyoqmidi? Isak 5 ga 5 oyoqmidi?
besh oyoq bo'lsa kerak. Menimcha hozir ko'ramiz. Beshga to'g'ragan. Xo'p. Ranka judayam omadli open pack bo'ldi degan umiddaman. Buni full qilmasak bo'lmaydi. Shottingga beramiz, driblingga beramiz, shiga beramiz. Hujumchiga shular kerak bo'ldi. O'ta zo'r bo'ldi menimcha. Trening berib qo'yaylik bu oxirigacha. Yetadi menimcha. To'xtaylik. Nechi 60. Menimcha yetadi. Bemalol depul bilan solishib qo'yaveradi ekan. Nimaga bo'lmadi bu? 25. Bitta sastavrasini yopib qo'yaylik. Nimaga bo'lmayapti bu? 25. Delpiloni bu yerga qo'ydik. Sakli ikkinchi partiyasi yo'qmi? Sakli ham yo'q ekan. Ne? Menimcha bo'ldi deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying, Telegram kanalimizga o'ting. Bu videoni chiqarganimdan so'ng 50 ta bo'laylik, iltimos. 50 taga harakat qilib yotibman.
motivatsiya beradi, salgina qiziqish bo'ladi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying iltimoslar hammaga. Xayr.